Ona diyorumuz O'zbekistonda bugün 3 oktyabr 2025 yıl. Rasinter'dan gapiramiz. Короче, Rasinter больницаga ishi dom orqasi bilan qarab turibdi. 4 qavatli domni 4-qavatida 83 metr kvadrat bo'lgan hovli joymasku kvartira sotiladi. Yuring o'yin ichida bir qator ko'ramiz. Narximi? Narxi 375 million so'm pul. O'zbek tilida. Kelib ko'rsangiz dastanda gaplashamiz. Ketgasan. Bu yerdan girib kelasiz. Girib o'tdingiz, o'ng qo'lingizda ummanik. Divorlari e'tibor etingizda yaqindagina fon berib, hindcha ishlari olib borilgan. Bu yerda bir xona bo'ladi. Gipsakarton tortilib, bir xona ko'rsam bo'ladi, ili ishingizda hol, dalan etib ko'rsam bo'laveradi. Oynalar perdada qistilgan, kondisionerlar qoladi. Demak, bu birinchi xona. Bunda esa ikkinchi xona. Bu ham divorlarga fon bo'lgan, oyoq kiyimlarni g'oli döşalgan, oynalarning perdalari bor. Bu oynalar Rasinter больницаga qarab turibdi. Ne dedi? Xohladingizmi? Bir like bosib berib, davomini ko'radigan joyi. Bu yerda esa 3-xonamiz. Bir oboy, perdalar qistilgan, oyoq kiyimlarida g'olilar, potolok normalni, suv o'tmagan. Bu yerda bo'lsa 4-xona. Bir span etsangiz ham bo'ladi, zal etsangiz ham bo'ladi. Bu spanning mebellar ikkilanadi, yetadi. Bu yerdan oyoq kiyimlarini g'olilar döşab berilgan. Bu yerda esa yaxshi yer berni hojatxona bilan vannaxonasi alohida oyna. Yo'llar fon, yer ham to'liq ishlab turibdi. Bu yerda bilsangiz korpusda ichida kuxnya bo'ladi, oshxona. Lekin ko'pchilik oshxonani balkon o'tadi. Chunki balkon nihoyatda katta, 6 metrlik. Shuning uchun nimada bir kuxnya, gaz plita klasdan bu yerda o'tirib yeb-ichib beraverasiz. Yo'qsiz kuxnya asfijit qilingan. To'g'ri kelib yashab beraverasiz. Narxini egalari 375 million so'm pul. O'zbek tilida aytib turibdilar. Kelib joyini ko'rib, bosib beradigan joyi. Like addan chiqmasin, обязательно obuna bo'lib qo'ying.